Türkiye'den hemen salam. Özbekistan ve Türkmenistan arasında siyasetçileri üstlenmek varlığı teşekkürler takip Özbekistan'dan gelen mihmanlarımız var ve bizim siyaset bölümümüzün başları Cepar Rüstem ağamız Nesibe'den. Nesibe'den şu Özbekistan'dan gelen mihmanlarımız Yalda Travel Seyahatçılık Kayıthanası'nın başlığı Umarov Kavulcan. Sizi Nesibe'den Osman Şartname imzalarını endi yani yörükte Türkmenistan'ın milli doğumunu boşalmakçı. Sağ olun. Yaklaşık bu da ondan olsun. Yani Türkmenistan'ımızın milli tahtiyası gibi. Mustafa rahmat. Shunchalik bizga e'tibor qilib, shunaqa yig'ilishlarda, forumlarda biz bosh bo'lib berdi. Jamoamizga ham, sizga ham rahmat. Shunday go'zal Turkmanistonni ko'rsatib, Turkmaniston biz o'ylagandan chiroyli tarixi, tadbiri, har tomondan go'zal shahar ekanki, siz bilan hamkorlik qilayotganimizdan xursandmiz. Xudo xohlasa, infoturda chiroyli qilib, yuksak darajada tashkil qilayotgan o'zingizga va jamoadoshlaringizga hammasiga rahmat aytamiz. Xudo xohlasa siz bilan keyin bu boshqa hamkorligimiz fayzli bo'lsin, hamkorligimiz bardavom bo'lsin. Sizlarni ham hammalarni O'zbekistonda kutib qolamiz inshaalloh. Rahmat. Qatarlar kutganmiz. Mana buning ikisini ko'rsangiz, mana O'zbekiston va Qirg'iziston bo'yicha ham xudo xohlasa hamkorlik yo'lga qo'yamiz. Turkmanistondagi birodarlarimiz, do'stlarimizni Qirg'iziston va O'zbekistonga sayohatlarni birga tashkil qilamiz xudo xohlasa. Rahmat. Assalomu alaykum. Devam edeceğiz. Nesibe'den Oasis Best Travel kampanyasının direktörü Mahsulov Bozbek ağamızı tanıyız. Bu ağamız adam özümüzün milli doğumumuz ve tahtiyamız. Sizlarga ham katta rahmat. Shu ishda qardosh xalqni birlashtirishda, turizmni o'rtada yo'lga qo'yishlik uchun zo'r tashkilotchilar ham yo'qdi. Biz rosa xursand bo'ldik. Kutganimizdan a'lo darajada umuman boshqa tafsilotlar bilan ketyapmiz Turkmanistondan. Xudo xohlasa ancha ko'p turist olib kelamiz hali xudo. Sizlarni ham O'zbekistonga taklif qilamiz. Rahmat. Sağ olun. Rahmat. Birinchi berib turamiz. Allah aytmasin, hurmat etib kelganimiz uchun. Rahmat. Devam edeceğiz. Sormadı. Üçüncü Miran Turizm Siyahatçılık Kayıthanası başlığı Ahmetcanov Şahruh Bey. Assalomu alaykum. Qonunni keltirib qo'yadi, so'ngaylar shahroga qo'rqmam derlar. Bilasizmi? Turkman Katta rahmat. Shu bugungi tashrifimiz Turkmanistonga biz umuman kutmagandik. Bunaqa holatda, bunaqa Turkmanistonda hamma tomondan ochib berdingiz bizga. Tanishganimdan katta xursandman. Allohim kelajakdagi ishlarimizda rivojini bersin. Sizlarni O'zbekistonda kutib qolamiz. Devam edeceğiz dostlar. Mihmanımız Şarafuddinov Mansur Bey. Sure. Keling aka. Zavodlar mutlu merak bo'lsin. Qarang, Turkmanistonga kelishdi.
gelin tapış kerak edi bu yerda deydi. Rasmiy Mana buni ham. Bir rasmlashdik. Rahmat katta Rustam aka, sizni jamoangizga juda minnatdormiz Xursandmiz aka. Sağ olun, sağ olun. Nasip edilen yeniden devam edeceğiz. Bu tormadığında 5. mezmanımız o Özbekistan'ın meşhur blogeri Oraz Aliyev Şahcahan 550 olan mezmanımız dostlar. Hoş geldiniz. Bu oyun koyacak böyle de değil mi siz? Nasip olsa Toshkentdan Qaraqalpog'ga geçen olsa endi Cheres Turkmaniston aylanıyorlar. Nasip gelecekte Oğul konsertler iki yurdun ortasında Oğul parmağımız için seyreden. İyi. Taklif uchun sizga ham rahmat keltirgan Rustamga. Biz Turkmanistonda umuman boshqacha taassurot bilan kelgandik, umuman boshqacha taassurot bilan mana ketyapmiz. Xo'p, hayajon bor. Davom etadigan O'zbekistonga boraylik, albatta qilamiz. Rüstem Ağa, ayıp geçmezler. Türkmenistan'ımızı Özbekistan'da tanıttığınız böyle malades, söz yok, canınız sağ olsun. Bu Özbekistan, Türkmenistan iki yurdumuzun yani katnaşı yatmasın, siyasetçilik daima özgürsün. Sağ olun. Sağ ol minnatdor. Ana gel turun. Sağ ol, so'rasanglar. Sağ ol. Minnatdor. Hammasi zo'r, ochiq ko'ngil inson. Hamma mehribon. Birorta bir 4 kundan beri yuribmiz. Yomon odam ko'rmadik. Ko'rmanglar. Hamkorligimiz ko'p yillar davom etsin. O'zbekiston bilan Turkmaniston o'rtasida turistlarni tindirmasdan tashiylik Aylangan. To'g'ri. Hammamiz savdomiz Alloh barakasini bersin. Yaxshi proyektlar qilib ishlaylik. Aylangan. Sağ ol. Ha, gel turun. Ha. Minna. Yalla